Assalomu alaykum, mana obunachilarim, mehribonlarim. Men hozir auditoriyamdagi ayol qizlarga bir onlayn ish taklif qilmoqchiman. Bu qonuniy O'zbekistonga kirib kelgan, sertifikati ham bor. Bo'lmasa tavsiya qilmasdim. Eshitgan bo'lsanglar kerak, Turkiyani Ersak firmasi bor va sizlar ushbu firmada onlayn ishlasanglar bo'ladi. Uyda o'tirib ayollar bemalol sotsa ham bo'ladi. O'zi Turkiyada ham mana degan boylar ham Ersak firmasidan foydalanishadi, bilsanglar kerak. Bu yerda ishlashinglar hammasi qonuniy bo'ladi. Sizlardan pasport so'raladi hamda rasm so'raladi va sizlar bu yerda dokumentalniy ishlaysizlar. Va sizlarni ishlab topgan pulinglar vaqtida beriladi, oyliginglar. 15 kun o'tib ketib, 20 kun, 1 oy o'tib ketib, unaqa narsalar bo'lmaydi. Vaqti bilan olasizlar. Xohlasanglar nalicha olasizlar, xohlasanglar plastiklarga tashab beriladi. Faqat bu yerda bir martalik xarid bor, undan keyin hamkor taklif qilib, bemalol oylikka chiqsanglar bo'ladi. Hozirgi paytda bronza medali bor liderlar 30-35 milliongacha oylik olishyapti. Chunki o'sha bronzagacha yetib chiqishganda ular. Faqat bu ish